Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda sizlar bilan XM Brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olamiz. Do'stlar, ro'yxatdan o'tish uchun mana shu brokerda havolasini video tagida qoldiraman. Bemalol ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, ro'yxatdan o'tish uchun mana savdoni boshlang degan tugmaga bosib, hozir sizlar bilan ro'yxatdan o'tib olamiz. Ro'yxatdan o'tib olish uchun qarang. Birinchi navbatda sizlar birinchi qatorga O'zbekiston davlatini, ikkinchi qatorga esa o'zingizning email pochtangizda hamda parol yozasiz, hamda mana bu yerda mana bu kapchani qo'yib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosib, ro'yxatdan o'tib olamiz. Do'stlar, mana hozir sizlar bilan verifikatsiyadan o'tib olamiz. Endi verifikatsiyadan o'tish uchun mana hoziroq tasdiqlash degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosib, hozir biz verifikatsiyadan o'tib olamiz. Verifikatsiyadan o'tish jarayonini ham sizlarga hozir ko'rsataman. Qarang. Birinchi qatorga ismingizni, hamda familiyangizni, hamda tug'ilgan oy sana, hamda bu yerda telefon raqamingizni yozib, davom etish degan tugmani bosib, yozilgan bo'lsa, do'stlar, xuddi shunaqa tartibda kiritib olasiz. Do'stlar, endi keyingi qatorga biz o'zimizni misol uchun manzilimizni yozamiz. Misol uchun qaysi viloyatdan bo'lsangiz, hamda tuman nomini yozasiz. Bu yerda shahar nomini hamda ko'cha raqamini yozasiz, hamda pochta indeksini kirishingiz kerak bo'ladi. Pochta indeksini sizlar Google orqali olsangiz bo'ladi. Do'stlar, mana Google ga pochta indeksi deymiz. Bizga mana bu birinchi sayt chiqadi. Mana shu saytga kirib olamiz. Qarang. Bu yerda misol uchun viloyatlarda pochtasi bor. Mana bu qavs ichidagi yangi pochta indeksi. Mana shu qavs ichidagi misol uchun kiritasiz. Agar siz Andijon viloyatidan bo'lsangiz, mana bu 171 100 da kiritib qo'yasizlar. Do'stlar, endi keyingi navbatda bu yerda misol uchun bizda savdo so'rayapti. Siz 15 marta savdo qilganmisiz deyapti. Bu joyda ha javobini qoldirasiz agar siz savdo qilmagan bo'lsangiz ham va davom etish degan tugmaga bosamiz. Do'stlar, endi keyingi navbatda biz bu yerda o'zimizni pasportimizni rasmini misol uchun yuborishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun mana verifikatsiyani boshlash degan tugmani bosib, hozir biz o'zimizni pasportimizni rasmini yuborib olamiz. Do'stlar, bu yerda mana ID karta bo'ladigan bo'lsa, ID karta, bo'lmasa pasport tanlaysiz va next degan tugmani bosib, skaner qilib olamiz hozir. Do'stlar, endi keyingi navbatda biz hozir pasportimizni yuborib bo'lganimizdan so'ng, hozir yuzimizni skaner qilishimiz kerak bo'ladi. Hozir yuzimizda ham skaner qilamiz. Buning uchun continue degan tugmani bosib olamiz. Do'stlar, yuzimizni ham skaner qilib bo'ldik. Endi skaner qilib bo'lgandan so'ng hozir biz yashash joyini ma'lumotini kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yashash joyini ma'lumotini sizlar my.go saytidan kirib olasizlar. Do'stlar, hozir mana my.go saytiga kirib olganmiz. Qarang. Kirib olganingizdan so'ng mana hozir pastga tushamiz. Tushgan paytda qarang, mana ma'lumotnomalar bo'lim bor. Mana shu ma'lumotnomalar bo'limiga misol uchun barchasiga bosamiz. Bosgan holatda qarang. Bu joydan mana bizda doimiy yashash haqida ma'lumotimiz bor. Hozir ko'rsataman. Mana ko'rishingiz mumkin, mana doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumot. Ya'ni mana shu ustiga bir marta bosasiz. Bosganingizdan so'ng sizda misol uchun ma'lumotingizni chiqarib beradi. Mana shu ma'lumotingizni skrinshot qilib olib saytga yuklab olasizlar. Ma'lumotni yuklab olaman. Qarang, bu yerda mana rasm tanlab yuboramiz. Ya'ni yashash joyingizni skrinshot qilgan holatda yuborasizlar. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana men pasport ma'lumotlarimni hamda yashash joyi haqidagi ma'lumotni misol uchun yuborib bo'ldim. Endi asosiy shaxsiy kabinetga qaytamiz va hozir sizlar bilan mana shu brokerdan hisobimizni to'ldirish va pul yechishda ham ko'rsatib o'taman. Biz ro'yxatdan o'tganimiz yoki o'tmaganimiz haqidagi ma'lumotni email pochta orqali tekshirib olsak bo'ladi. Hozir endi sizlar bilan mana shu brokerdan hisobimizni MetaTrader 5 ga qo'shishni ko'rsataman. Do'stlar, mana biz asosiy hisobimizga kirib oldik. Hozir bizning ma'lumotlarimiz tekshiryapti. Bu uzoq bir soatga qolmasdan tekshirib bo'ladi. Endi qarang, hozir mana bizda asosiy hisobimizdan qo'shish uchun mana bu 3 nuqtani bosamiz. Hamda qarang, bu yerda mana hisob ma'lumoti degan tugma bor. Shu tugmani ustiga bir marta bosib, hozir biz endi ma'lumotlarimizni olamiz. Qarang, bu yerda mana server nomini nusxalab olamiz. Bu bizga mana shu brokerda topish uchun kerak bo'ladi. Hamda mana ID'mizda ham nusxalab olamiz. Endi hozir sizlar bilan MetaTrader 5 ga kirib olamiz. Do'stlar, mana kirib oldik. Kirib olgan paytimiz qarang, mana bu joyga biz server nomini kiritishimiz kerak bo'ladi. Hozir server nomini ham kiritib olamiz. Qarang, mana server nomini ham kiritdim. Mana bizga chiqarib berdi, mana XM Global. Ya'ni mana shu ustiga bir marta bosamiz. Endi do'stlar, hozir mana biz kiritib olamiz. Endi loginimizni kiritamiz. Bu login bizga ham berilgan. Mana endi parol kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu parol sizlar ro'yxatdan o'tayotgan paytdagi parolingizni yozib olasizlar. Do'stlar, shaxsiy ma'lumotlarni kiritib bo'ldim. Endi login degan tugmani bosib, hozir hisobimni kiritib olaman. Do'stlar, mana hisobimni MetaTrader 5 ga kiritib oldim. Sizlar ham xuddi shunaqa tartibda kiritib olib, bemalol savdo qilib borsangiz bo'ladi. Mana shunday tartibda kiritasiz va bemalol savdo qilib borasiz.
Do'stlar, endi sizlarga mana shu brokerdan hisobimizni to'ldirish va pul chiqarishni ham ko'rsatib o'taman. Buning uchun mana bu 3 nuqtaga bosamiz. Bosgan paytimiz qarang, bu yerda hozir mana moliyalashtirish degan bo'lim bor. Shu bo'limga kirib olasiz. Kirib olganingizdan so'ng hozir qarang, bu yerda mana depozit kiritish uchun hozir mana Visa karta orqali, Uzcard Humo kartalar orqali ham bemalol pul kiritib olsak bo'ladi. Endi hozir bizda verifikatsiya jarayoni ketmoqda. Bu uzog'i 1 soatda tasdiqlanadi. Tasdiqlangandan so'ng pul kiritib olsangiz bo'ladi. Mana pul yechish bo'limi ham bor. Pul yechish bo'limida ham turli xil kartalarga yechib olsa bo'ladi. Mana Visa karta hamda Uzcard Humoga ham bemalol pul kiritib chiqarib olsak bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa tartibda biz mana shu brokerdan ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olib, hisobimizni tasdiqlangandan so'ng pul kiritib bemalol savdo qilib borsak bo'ladi. Do'stlar, agar sizlarda misol uchun bironta pasportingizda yoki yashash joyida misol uchun muammo bo'ladigan bo'lsa, qayta misol uchun sizlar rasmga olgan holatini yuborasizlar. Ko'rsangiz bo'ladi. Do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana shu brokerdan $500 gacha 100% bonus beriladi. Ya'ni bu nima degani? Bu misol uchun sizlar hisoblaringizda $500 ga to'ldiradigan bo'lsangiz, hisobingizga $1000 pul tushadi va bemalol savdo qilib ko'paytirib pullarni ham chiqarib olsangiz bo'ladi. Do'stlar, hammaga omad.